Assalomu alaykum akalar, xudo xolasa bugungi ishlarimizni o'z nihoyasiga yetkazib olganmiz. Ko'rib turganlaringdek, hozir Marg'ilon sentriga Edenda oldiga viza xizmatiga ketyapmiz. Tirikchilikka mashinasi qulflanib qolgan ekan. Mashinani ochib, xudo xolasa ishlarni chiroyli qilib bitkazib beramiz. Ancha akkumulyatorlar o'lib qolgan, bir o'tilib primishkalarni ham olib, hozir Marg'ilon sentriga viza xizmatiga ketyapmiz. Videomizni oxirigacha kuzatib boringlar. Xudo xolasa tirikchilik mashinasini oldiga kelib olganmiz. Matishkalarni tayyorlaganmiz. Mashinani chiroyli qilib ochib beramiz. Tirikchilik mashinamizni ham ko'rib turganlaringni ochib olganmiz. Kalit ichida siqilib qolib ketgan. Akkumulyator o'lik holatda. Mashinani hozir primechka qilib, chiroyli qilib yurgizib beramiz. Xolasa ko'rib turganlaringdek, tirikchilik mashinamizni ham yurgizib olganmiz. Zavod bo'lib turibdi. Akkumulyatorlarni primechka qilib yurgizib berganmiz. Xudo xolasa kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqib qo'yinglar, ishlaringizni chiroyli sifatli qilib bitirib beramiz.